qilishi, munosabatning mansubligi, tarkibi, kimga tegishliligi to'g'risida ma'lumotlar hammasi Davlat xizmatlari markaziy xalq xizmatlari murojatga asosan beriladi. Bizda kadastrda Bürokratiya. Yo'q, aka bürokratiya emas, bu ma'muriy reglament. Antikorrupsiya. Sizni yerga bo'lgan huquqingiz 17-ro'yxatdan o'tgan. Gap yo'q bunda, o'tib turibdi. Endi siz chegarangizga aniqlik kiriting. Men kiritmayman, siz kiritmaysiz. Yo'q, biz kiritmaymiz. Biz qaysi biriga ishonaylik buni? 4 tasini qaysiga ishonaylik? Bazaga ishon. Siz buni tanamayapsiz. Baza yo'q, unaqa baza yo'q aka. Siz aytayotgan baza yo'q. Biz bunga ishonsak, buni siz noto'g'ri deyapsiz. Buni desak, bu gashiti buni belgilab berib, o'zingiz qabul qilgansiz. To'g'rimi mana? Buni desak, unda bunga to'g'ri kelmayapti. Siz bizga qaysi ekanini isbotini qilib bering. Siz yer siz. Hammasi to'g'ri keladi. Yerni siz emas. To'g'ri, buning hammasiga bepul bermasizlar. Bularga xizmat haqi oldin axir mana bu tashkilotlar mana bu hujjat qilishga xizmat haqi oldimi? Aka, men qadastr oldimmi shu xizmat haqini? Yo'q, endi siz siz o'shalarni talab qiling. mutaxassis Keyin men sizni huquqni himoya qilishga tayyorman. Yo'q, qonuniy yeringiz qayerda bo'lsa biz shu bazadan chiqarib bering meni. Lekin biz kadastr ajratishda yo'qmiz. Biz ham chetkadan kelib, mana bu asli to'g'ri ekan deb ayta olmaymiz. Bu to'g'ri ekan deb ayta olmaysiz. Yo'q. Bu ham to'g'ri ekan deb ayta olmaysiz. Yo'q. Shunda nimaga keldingiz? Antikorrupsiya. Birinchi sizning yeringizga aniq Mana bizning yerimiz deb biz sizga aytyapmiz. Mana prokuratura yozdim deyapsizlar. 4 tasini qaysisi soxta ekanligi aniqlansin, keyin biz bittasiga Mana bunga asoslaning. Ha shunda nimaga bu yoqqa keldingiz? Shunga asoslaning. To'xtang. keyin mana 15-yanvarda sud bor dedi. Soxtalikni aniqlash uchun bergan ekan. Shuni aniqlamaguncha nima keldi bo'lmasa bular yerga? Nimaga keldi bo'lmasa? Mana kelganda shu tushib. Nimaga keldingiz bo'lmasa? Yana bosib kelishga kelgansiz shuni. Shuni aytishga kerak. Shuni aytishga kelsangiz. Aytishga kelsangiz buncha odam nima keragi bor bizga? Unda masalan, prokuraturada shu qaysi biri to'g'riligini bilaylik. Hujjatni mana Sultonbani 15-yordamga kelgan bo'lsangiz, Sultonboni sud. Yo'q, bu berniki emas. Necha gektar? Sultonboy Sulboniki. Necha gektar? 9 gektarga. Axir u bo'lmasda 2-3 gektar deb turibdi u. Mana shu hujjatlar 2-3 gektar hamda Sultonboy bobo ziyoratgohi bilan ziyoratgoh xonasi orasidagi 6 ta jet gektar. Yig'majildi qani shuni? Nima turibdi buni? Yig'majildi. Yig'majildi bor. Qani sxemalari shuni? Mana sxemasi. Ruchkada chizib qo'yibdimi? Ruchkada. Ajrat sxemasi. Oddiy ruchkada chizib qo'yibdimi? Qani tagida qo'l qo'ygan odamlar buni? Bittasiga ham qo'yasiz. Qani? Necha odam? O'zbekiston xalqi bersin. Unday bo'lmaydi u. Rasm betibmi? Mana bunday gruppa bo'ladi. Qarang, mana bunday gruppasi bo'ladi buni. Imzoga qo'l qo'yadi. Hech narsa emas u. Bu hujjat emas-da bu, aka. Antikorrupsiya. Ana ular sudlashyapti biz bilan. Sultonboyda hujjat. Sultonboy Sulbon hujjati ko'rsatyapsizmi? Yo'q, u hujjat emas u. Yig'majildi emas u. Bizlarning hujjatni ko'taruvga haqisi bor ekanda Sultonbarga ko'tarib aytib ko'rgazishga haqisi yo'q. Haqisi yo'q ekan. O'zingizni murojaatingizga ko'rsatib, o'zingizga ko'rsatasiz. Boshqa shaxsga ko'rsatganimiz yo'q. Biz sizlarga murojaat qilmadik. Sizlar olib keldingizlar bu hujjatni. Biz sizlarga murojaat qilmadik. Ijtimoiy tarmoqlardagi murojaat. Ijtimoiy tarmoqda sizlar ayblaringizni aytdik. Unda munosabat kerak emasmidi? Hujjatni bermadi, ko'rsatmadi. Hujjatni ko'rsatmadi. Xo'p, mayli, unda ijtimoiy tarmoq. O'sha hujjat bilan yutgan sudda. Masalan, nimaga chiqdilar o'zi? Ya, siz hujjatni aytyapman, ko'rsatmayapti. Ko'rsat, qani munosabatmi shu? Ya, siz hujjati bormi yo'qmi, shuni ayting. O'zlaringiz qilgansizlar-da shuni. Hujjati bor. Qani hujjati? Qani? Hujjati bor. Yo'q hujjat. Doktor bilan kelishganmisiz? 15-yanvarda sud bo'layotgan bo'lsa, iltimos, mana katkalar. Endi shakllantiradi. Endi shakllantiradi. 15-yanvarga qoldirilgan dedi. Ha, endi shakllantiradi. Bu turibdi sud. Mana sudga olib borib beradi, so'rasinlar. Endi shakllantirib, to'g'rimi? Yo'q. Bo'lsa nimaga ko'rsata olmadi? Beradi. Nimaga ko'rsatadi? Bo'lmasa nimaga ko'rsata olmadi? Yo'q bo'lsa yo'g'ini aytadi, aka. Yo'q-da. Tushundingizmi? Antikorrupsiya. Kadastr ish guruh tuzgan. Nimaga tuzganligini o'zi ham bilmaydi, nima vazifa qo'yilganligini ham bilmaydi. Ish rejasi ham yo'q. Mana yurtda hammasi bir 10-15 odam bo'lib. Tamom. Bironta savolga javob ham bera olmaydi mana. Qanaqa ish qilyapsan, nima ish qilyapsan? Vazifang nima desa javob bera olmayapti. Antikorrupsiya. Mashqqa boraylik, ketdik. Hujjatni qo'ldan ko'ramiz. Ha, qo'ldan ko'ringlar hujjatni.
Boring. Kadastr raqami yig'ma jildi bormi? Mana o'zida bo'lish Ya siz qarang, siz Qoraqalpog'iston sizga ko'rsatdim, Respublikasidan keldingiz-da, rahbariyatdan-da. Sizni qo'lingizda hamma joyini buni ko'rib chiqishingiz kerak bo'lgan. Hamma hujjatni hammaga unaqa Yo'q. ko'rsatishga ham haqqim yo'q. Ko'ryapsiz-ku. Harakat qilaman. Yo, siz ishchi guruh tuzildim, buyruq bormi? Mana ishchi guruhiga Yo, ishchi guruh tuzilgan buyruq bormi? Hokimiyatning hujjati deb ko'rsatolmayman. Yo, buyruq bormi ishchi guruh tuzilganiga? Buyruq bor. Maqsad bormi ishchi guruhda? bor. Qani rejalaringiz, qani? Nima ish qilishingiz kerak? Keldik. Sizga savol biza aytdik. Mana Nima ish qilish? Yo, ko'rsating rejangizni. Sulton masalasi emas. Biz sizga aytdik. Mana bizda Ya, ishchi guruh nechadan nechagacha bu yerda bo'lib, nima ish qilish kerak? Hujjatlari biz hujjatini emas, sizning hujjatlarni bitta xaritaga tushirib kelganmiz. Pul demadi. Biz sizga shuni ko'rsatyapmiz va siz unga ham ishonmayapsiz. Originalni Biz sizga original ko'rsatdik yo'q. Yo, rahbaringiz nima topshiriq berdi bu yoqqa jo'natishda? Endi bir narsa aka. Bizlar sizga aytyapmiz, sizlar kecha kadastrda shunaqa bo'lib turibdi, byurokratiya bo'lib turibdi, kadastrda. Bo'lib tur. Антикоррупция. Bu sizning xususiy mulkingizmi? Kimni kiritib, kimni chiqarishga? Aniqlik kiritishga keldik bunga. Hujjatlarni taqdim qiling. Marhamat, ko'ring. Maqsad Антикоррупция.